Yuzimni ko'rsanglar, endi chaqaloqni yuzidek bu qaranglar, mazza. Ertalab tursam yaltirab turibdi yuzim, как будто men qanaqadir yuzimga ukol yoki tam pilinglar qilgandek. Demak, bu narsamiz bizda oddiy. Qaranglar, buning uchun mana bizga nima kerak? Glina soldim, imенно oqidan soldim kecha. Ozgina bodom yog'idan soldim. Вообще, bilasizlarmi, gap yo'q. Va, конечно, endi men mana bu professionalniy maskadan qildim. Именно Revitalizing Biofitani 6D maskasidan, mana shu 3 ta narsadan hozir men sizlarga maska tayyorlab ko'rsataman. Demak, maskadan ozgina solamiz. Ну, где-то 1 choy qoshiq yetadi. Mana bunga где-то 1 choy qoshiqda mana shunaqa glina soldim. Mana крымская, ya'ni очищающая белая glina va bodom yog'idan тоже 1 choy qoshiqcha где-то soldim. Ana. Yaxshilab aralashtiramiz massani. Massa tayyor, o'rtoqlar, faqat massani kistichkada surmaysizlar. Aynan buni qo'lda surish kerak, chunki massировать qilib biriktirish uchun yuzda. Mana shu holatda mana. Mana ko'ryapsizlarmi? To'kilib ketadi ozgina, no nicho. O'zinglarni vannanglar, keyin tozalab olasizlar. Mana shunaqa qilib biriktirish kerak. Yaxshilab hamma joyiga suramiz. Hamma joyimga surdim. Mana lablarga ham. 15 daqiqa maskani qo'yasizlar yuzingizda. 15 minutdan keyin yuvib tashlaymiz. Shunaqa yumshoq, shunaqa как будто-chi, bilasizlarmi, uni ichiga narsa to'lib qolgan yuzdek.